xotira haqida gaplashamiz. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Nimagadir oxirgi paytlarda xotira zaifligidan, diqqat e'tiborini yig'olmasligidan yokida biron bir informatsiyani yodlayman desa, yodlay olmayotgan muammolar bilan shikoyatlar ko'payib ketdi. Nimaga deysizmi? Agar sizda ham shunaqa muammolar bor bo'lsa, unda videoni oxirigacha ko'ring. Azizlarim, yillar o'tib inson organizmi, aynan bosh miya o'zida charchoq sezadi. Agar kim 8 soatlik uyqu rejimiga rioya qilmayotgan bo'lsa, bularning barchasi xotira sustlashib kuzatiladi. Oxirgi paytlarda qabulimga kelgan har 10 ta bemorning 5 tasida xotira pasayishi kuzatilyapti. Hattoki Alzheimer kasalligi bilan kasallanish ham ko'paydi. Agar siz ham oxirgi paytlarda ismlarni yoddan chiqarayotgan bo'lsangiz yoki o'qigan tekstlaringiz esingizda qolmayotgan bo'lsa, sanalar, insonlarning raqamlari esingizdan chiqayotgan bo'lsa, bu xavotirli belgilar hisoblanadi. Siz darhol nevropatologga murojaat etishingiz va kerakli muolajalar va davo rejimiga rioya qilishingiz kerak. Azizlarim, agar sizda ham xotira pasayayotgan bo'lsa, professional mutaxassislar ko'rigiga shoshiling. Siz ham bizni ko'rigimizga kelib, bir oy ichida mutlaqo xotirangizni tiklab olishingiz mumkin. Buning uchun hozirroq raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz va qabulga yozilasiz.